Sizni onangiz ham bir vaqtlar orzulari bor kichkina qiz edi. Ehtimol, u hozir yashayotgan hayotni aynan shunday tasavvur qilmagandir. Siz onangizni ko'pincha faqat ona sifatida ko'rasiz. Uy, ovqat, kir, g'amxo'rlik. Go'yo u tug'ilganidan beri faqat mana shu vazifalar uchun yaratilgandek. Go'yo u tug'ilganidan beri faqat ona bo'lgandek. Ammo u ham bir vaqtlar orzu qilgan, kulgan, umid qilgan kichkina qiz edi. Qayerlargadir borishni orzu qilardi. Kimdir uni chin dildan tushunishini kutardi. Balki u ham kimningdir mehriga zor bo'lgan. Balki kechalari yostiqqa yuzini bosib yig'lagan. Uning ham sevgan ranglari, yoqtirgan qo'shiqlari, aytilmay qolgan gaplari bordir. Hayot esa asta-sekin uni onaga aylantirdi. Va u o'z orzularini ichga yutib, sizning orzularingizni birinchi o'ringa qo'ya boshladi.